Hafta boshida qanday ob-havo bo'lishi aytildi. O'zgidromet 10-11-12 noyabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 10-11 noyabrda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 12 noyabrda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 10 noyabr kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 1 noyabrda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq. 12 noyabrda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 16-21 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 10-11 noyabr kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 12 noyabrda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-11 noyabrda 15-20 daraja iliq. 12 noyabrda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 10 noyabrda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 11 noyabrda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 12 noyabrda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Ob-havo ma'lumotlari, tezkor xabarlarni faqatgina bizning kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin va videoroliklarimiz ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Videoroliklarimiz, ob-havo yangiliklarimizdan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.